Azizlarim, oxirgi istoriyalarimdan keyin soch o'xatlari haqida juda ham ko'p so'ragansizlar. Yana bir bor gapirib o'taman. Sochlarni chiqarib beruvchi, ya'ni to'kilgan sochlarni qaytadan chiqarib beruvchi oqsilga boy sevritkamiz va besulfatli shampunimiz и spreyimiz. Juda ham zo'r sprey bu. Sochlarni namlantirib berishga, quruqligini oldini olishga, sinuvchanligini oldini olishga yordam beradi. Hech qanday allergiya chaqirmaydi qizlarjonlar, bemalol ishlasangizlar bo'ladi. Ayniqsa erkaklarga stress bo'lganda tepa sochlari to'kilib qoladi. Ana shunda juda ham yaxshi foyda beradi sochlarni qaytadan chiqarib berishiga. Buni nafaqat sochga, balki qosh, kiprik, soqollarga ham bemalol qo'llasangizlar bo'ladi. Mana bunday shampunlarimiz esa hozir hammani sochi bo'yalgan qizlarjonlar. Bo'yalgan sochlar uchun juda ham yaxshi soch to'kilishini, bo'yalgandan keyin zararini ketkazib beradi. Sochingizni juda ham zo'r tiklab beradi jilosini. Va spreylarimiz aytganimdek sochni tozaligida sepiladi.